sun'iy intellektga qanday savol bermang, juda chiroyli javob olasiz. Shu zahoti uni kimgadir ko'rsatgingiz yoki biror ishga qo'llagingiz keladi. Lekin shoshilmang. Bunga ishonsa bo'ladimi? Bu haqiqatmi? Har birimizda o'zimizni qiziqtirgan o'ylar, savollar bo'ladi. Ba'zan shu fikrlaringizni kimgadir isbotlagingiz, ba'zan undan biror bir mavzu, biror ish chiqargingiz keladi. Mana bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Har qanday yaxshi maqola 5 bosqichdan o'tadi. Fikr, savol, mavzu, prompt va nihoyat maqola. Bugun birinchi ikkitasi xom fikrni aniq savolga aylantiramiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, bu mening tuzilmam. Men natijani umuman olganda maqola deb oldim va g'oyani natijaga aylantirish uchun shu tuzilmadan foydalanaman. Ya'ni fikr, savol, mavzu, prompt, maqola. Siz butunlay boshqa tuzilma o'ylashingiz mumkin. Bu sizning salohiyatingiz va g'oyangiz qanday yo'l bilan borishi va siz natijani qanday xohlashingizga qarab o'zgarishi mumkin. Men shunchaki o'zim uchun eng ko'p qo'llaydigan usullarimdan birini ko'rsatyapman. Biz bu yerda sun'iy intellekt bilan g'oyadan natijagacha qanday borishni ko'ramiz. Natija har xil bo'lishi mumkin. Post, taqdimot, video. Biz bu safar natija maqola deb oldik. Bu safar oxirgi nuqtamiz maqola bo'ladi. Ya'ni bizning boshlash nuqtamiz bu bizning qandaydir g'oyamiz, fikrimiz bo'ladi va oxirgi nuqta sifatida maqola olamiz. Faqat maqola shunday bo'lishi mumkin. Barcha etaplarsiz siz sun'iy intellektga o'zingizning fikringizni berasiz va u sizga xom maqola taqdim qiladi. Biz buni ishonchliroq qilish uchun bir necha bosqichdan o'tkazamiz va natijada juda ishonchli maqola olishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda shunday yozilgan. Bir savol, 3 qism, bitta ishonchli natija. Ya'ni biz shu bosqichlarni ketma-ket bosib o'tamiz. Birinchi qismda demak savol qismimiz, ikkinchi qism tayyor prompt tayyorlaymiz va uchinchi qismda shu promptlar va bizdan olingan to'liq mavzu yaratilgandan so'ng maqolaning oxirgi nuqtasi va maqolani tekshirish, ularni haqqoniylik darajasini ko'rish bilan yakunlaymiz. Sun'iy intellekt inson tafakkuriga ta'siri degan tushuncha mening g'oyam deylik. Misol uchun aytaylik, men siz bilan shunday g'oyani birga maqola qilamiz. Men ham buni sinab ko'rmaganman va buni real sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Natija qanday bo'lishini oldindan bilib bera olmayman. Yana bir narsa, har qanday sun'iy intellekt o'zining qobiliyatidan kelib chiqqan holda sizning savolingizga javob beradi. Misol uchun, sun'iy intellekt inson tafakkuriga ta'siri degan tushunchani olaylik. Menga bu qiziq. Umuman olganda hammamiz uchun tegishli bo'lgan hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri va hamma bu haqida bahslashadi. Lekin hech kim qandaydir sizga dalil isbot keltira olmaydi. Keling buni biz shunday qilaylikki, buni sun'iy intellektning o'zidan so'raymiz. Lekin usul universal, mavzu shunchaki misol bo'lib qoladi. Ya'ni men sizga shunday sxema, ya'ni tuzilma ko'rsatamanki, siz bu tuzilmani o'zingizning ishingizga, biror bir mavzuingizga, biror bir dissertatsiya, kurs ishi yoki konferensiyalarga, tezislar tayyorlashda ishlatishingiz mumkin. Bu shunchaki tuzilma sifatida taqdim qilaman va shu bilan birga sun'iy intellektning o'zi haqida bizning tafakkurimizga ta'sirini so'rashga harakat qilamiz. Keling, birinchi qismga o'tamiz. Demak, chiroyli javob bu ishonchli javob emas. Har qanaqa xom fikrdan tayyor maqolagacha bo'lgan yo'l, birinchi qadam bu sizdagi g'oya bo'lib hisoblanadi. Demak, bugun fikr va savollarni joy-joyiga qo'yib olamiz. Fikrni bu
doim sizning o'zingizda bo'ladi. Men o'z fikrimni aytdim, ya'ni sun'iy intellektning inson tafakkuriga ta'sirini o'rganmoqchiman yoki shu haqida maqola qilmoqchiman. Va shu bilan birga sizga shunday narsalarni ko'rsatamanki, birlamchi fikringizni qisqacha o'zingiz uchun savol sifatida shakllantira olishingiz kerak. Endi savollar berishni boshlaymiz. Aytgandek, sun'iy intellektlar xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Bu sizning ixtiyoringiz. Men clouddan foydalanaman. Asosan cloud modellari bu tahrirlash uchun, ya'ni ilmiy ishlar uchun ishlab chiqarilgan kuchliroq modellar hisoblanadi. Lekin oxirgi chiqayotgan relizlar, ya'ni qolgan sun'iy intellektlarning modellari ham juda kuchli chiqmoqda va ularda ham bu yo'nalish sekinlik bilan ko'payib bormoqda. Shuning uchun maslahat berardim, siz o'zingizga yoqqan yoki o'zingiz tushunadigan biror bir sun'iy intellekt bilan boshlashingiz mumkin. Men clouddan boshlayman, lekin shu bilan birga ChatGPTda ham buni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman, ma'lum bir qismlarini. Keling, aytaylik, biror bir savol. Aytaylik, sun'iy intellekt bizni aqlli qila oladimi yoki aksincha? Menda ChatGPT va cloud hozir ochiq. Demak, aytaylik, shuni ChatGPTga yozamiz. Sun'iy intellekt bizni aqlliroq qila olyaptimi yoki aksinchami? Bu savol endi qisqacha tushuntirish uchun oddiy savol. Ko'rishimiz mumkin. Juda tezlik bilan bu savolga javob oldik. Bu joydan o'qiymiz. Sun'iy intellekt bizni aqlliroq qilishi mumkin. Sun'iy intellekt inson tafakkurini kuchaytiruvchi vositaga aylanganda, deyapti. Ya'ni men hali tafakkur haqida aytib o'tmadim. Ko'rib turibsiz, savolim siz bilan sun'iy intellekt bilan aqlliroq qilyaptimi yoki aksinchami degan savol berdim. Va bu yerda javobning o'zida sun'iy intellekt inson tafakkurini kuchaytiruvchi vositaga aylanganda degan ma'lum bir bo'lim beryapti va hammasini ko'rsatib o'tyapti. Murakkab masalalarni tezroq tushunishga yordam beradi. Turli nuqtani nazariyalarni taqqoslash orqali tanqidiy fikrlash rivojlantiradi. Siz birinchi savolning o'zidayoq o'zingizning kamchiligingizni topishingiz mumkin. Bu bizning g'oyamiz, ya'ni savoldan maqolagacha bo'lgan, ya'ni biz birlamchi bo'lgan fikrimizni savol sifatida berdik va savolimizning o'zini yana bir qancha murakkab savollarga yoki ularni bo'lingan holatga aylantirishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, hozir men javobni to'liq hammasini o'qib vaqt ketishi va sizga tushunarsiz holat bo'lib qolishi mumkin, zerikarli bo'lib qoladi. Keling, asosiy qismlardan biri bu. Mana bu yerda sun'iy intellekt inson tafakkurining raqibi emas, balki uning kognitiv amplifikator bo'lishi mumkin. Biroq undan haddan tashqari va nazoratsiz foydalanish mustaqil fikrlash, xotira va tanqidiy baholash jarayonlarini susayishiga olib kelish ehtimolligini oshiradi. Mana shu yerda ko'rishimiz mumkin, o'sha bizga asosiy natijani tayyorlab berdi. Endi keling, sal boshqacharoq savolni men cloudga yozaman. Davom etishga harakat qilamiz. Mana savolni qanday o'zgartirishim mumkin? Sun'iy intellekt tafakkurga qanday ta'sir qiladi? Tushuntir. Lekin biz maqolaga qarab yo'l olyapmiz. Shuning uchun keling, men o'zim tayyorlagan savollardan boshlaylik. Lekin shuni aytishim kerakki, demak, biz aytib o'tganimizdek, sun'iy intellektga savol berdik. U juda chiroyli, mazmunli chiqdi, lekin unga ishonsa bo'ladimi? Hozir ko'rib o'tganimizdek, ChatGPTdan biz javob oldik. U juda chiroyli yozilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bo'limlarga ajratilib, struktur sifatida yozilgan. Nega, qanday? Juda chiroyli. Muammo sun'iy intellekt javobi inson qabul qiladi, deyapti. Mana
Mana shu joyda tushunishimiz mumkinki, unga ishonsak bo'ladimi? Biz bergan muammoni sun'iy intellekt o'zicha baholadi. Lekin u haqiqatmi? Chiroyli strukturalangan javob bu haqqoniy javob degani emas. Shuni har doim xayolingizda saqlang. Bu bizga keyingi tekshiruvlarda kerak bo'ladi. Bugun beradigan savolimiz. Men bugun o'zim uchun savol tayyorlab olganman. Demak, siz ham ko'rishingiz mumkin. Menga sun'iy intellektning inson tafakkuriga ta'siri bo'yicha ilmiy maqola yozib ber. Ya'ni men o'zim uchun sun'iy intellekt misol uchun yozishim mumkin. Mening tafakkurimga deb yozishim mumkin edi, lekin hozir inson to'g'risida ketganligi uchun inson tafakkuriga ta'siri bo'yicha va ilmiy maqola yozish haqida bo'layapti. Ilmiy maqola yozib ber. Demak, savolimni yana ham aniqlashtirdim. Chip tashlaymiz. Keling, savolni qo'yaman. Menga sun'iy intellektning inson tafakkuriga ta'siri bo'yicha ilmiy maqola yozib ber. Keling, buni qanday bo'lishini kuzatib boramiz. Bu yerda уведомление chiqyapti, ya'ni bildirishnoma. Agar siz buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga telefoningiz yoki kompyuteringizga ishni tugatganligi haqida bildirishnoma keladi. Mana ko'rib turganingizdek, men hech qanaqa bu yerda axborotlar hali qilmaganman, boshqa qilmaganman. Sizda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Yana aytib o'tishim kerak bo'lgan holatlar, hozir bu yerda menda free, ya'ni bepul tarifi ishlatilyapti. Ya'ni siz bilan teng bo'lgan holatda tekshirishni men nazarda tutgan edim. Xuddi shu narsani hozir qilmoqdaman. Jarayon bir necha tekshiruvlardan o'tayapti. Kerakli ma'lumotlarni yig'ishga harakat qilyapti. Bu narsalar hammasi ma'lumotlar yig'ish tezligi, ularni yozish tezligi hammasi mana bu modellarga bog'liq bo'ladi. Men hozir Sonnet 5 modeli bilan foydalanyapman. Bu hozirgi kunda eng qulay bo'lgan modellardan biri. Yana shuni aytib o'tishim kerak. Chunki token sarfi bo'yicha juda effektivligi yuqori bo'lgan modellardan biri. Siz birlamchi yoqqaningizda, misol uchun sizda boshqa modellar turishi mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, to'lovli modellar juda ilg'or modellar hisoblanadi. Lekin ular token sarfi bo'yicha juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun maslahat berardim shu Sonnetdan foydalanishga. Yoki agar sizda to'lovli pro to'lovli yozilmangiz bo'ladigan bo'lsa, maslahatim, siz biror bir fikrni yoki biror bir o'zingizga kerak bo'lgan narsani tartiblash uchun yuqori modellardan foydalanishga harakat qiling. Opus, Fable bular hozir eng mashhurlardan biri. Fablening darajasi eng yuqori deb baholanyapti. Ular tuzilmalarni shakllantirish bo'yicha yuqori hisoblanadi. Undan keyin shakllangan tuzilmalarni yana men aytib o'tgan Sonnetga o'tkazib, siz tokenlaringizni tejashingiz mumkin. Sababi ular juda 2 barobar, 3 barobar ko'proq sarf qiladi, chunki ularning imkoniyati katta bo'lgani uchun ular izlanishni yanada chuqurroq qilishga harakat qiladi. Ya'ni bu yerda mana aytaylik 10 ta ma'lumotdan qidirgan bo'lsa, ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu hozircha bizga kerak emas. Hop. Demak, tayyor bo'ldi. Mana juda tez va aniq tayyor bo'ldi. Keling, buni ochib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, demak bizda sun'iy intellektning inson tafakkuriga ta'siri mavzuni o'zi yana belgiladi va kirish qismi annotatsiya, kirish qismlari, cognitive offloading tushunchasi, nazariy asoslar, sun'iy intellektning ijobiy ta'siri, ta'lim va shaxsiylashtirilgan o'qish. Ko'rib turganingizdek, bu tartibli bo'lgan maqola va foydalangan adabiyotlarni barchasini berdi. Juda ajoyib natija. Keling, biroz annotatsiyani o'qib chiqaylik. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining, xususan yirik til modellari LLM va generativ
sun'iy intellekt vositalarining inson kognitiv jarayonlariga ta'siri tahlil qilindi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar asosida sun'iy intellektning tafakkurga ikki tomonlama, ham ijobiy, ham salbiy ta'siri ko'rib chiqildi. Bir tomondan u ta'lim, ijodkorlik va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi tomondan esa kognitiv offloading, aqliy yukni tashqi vositaga o'tkazish orqali tanqidiy fikrlash, xotira va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini pasaytirishga olib kelishi mumkin. Maqola yakunida sun'iy intellekt bilan sog'lom o'zaro munosabatni o'rnatish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirildi. Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kognitiv offloading, tanqidiy fikrlash, yirik til modellari, ta'lim, neyroplastiklik, Google effekti. Mana misol uchun men ham mana bu narsalarni bilmayman. Aytib o'tganimdek, siz bilan birga bu narsani hozir ilmiy ish, ya'ni maqola sifatida tayyorlamoqchiman. Men ham bu narsalarni bilmayman. Men bu javobini Telegram guruhga tashlab qo'yaman, o'rganib chiqishingiz mumkin. Hozir bunga biroz vaqtimiz ketib qolishi mumkin. Endi bizda nima muammolar kelib chiqdi, shuni o'rganishga harakat qilamiz. Ko'rib turibsiz, juda tez, aniq, strukturlangan javob berdi. Aytib o'tganimdek, bunga ishonsa bo'ladimi degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu haqiqatdan bormi? Umuman olganda, hozirgi kunda sun'iy intellektlarning haqqoniylik darajasi biroz yuqorilagan. Birlamchi misol uchun 1-2 yil oldin bu funksiya juda past edi. Yolg'on ma'lumotlar aralashtirish darajasi juda yuqori edi. Lekin shunday bo'lsa ham, hozirda ham bu narsa bor va bu har bir modelning, har bir siz beradigan savolning tushunchasiga, ular qayerdan qidirishiga qarab, ular ma'lumotni to'playdi va sizga taqdim etadi. Shuning uchun uni baribir tekshirish kerak. Keling, endi savolimizda qanday kamchilik bo'ldi, shuni ko'rib chiqaylik. Mana ko'rib turganingizdek, men bir nechta so'zlarni belgilab qo'yganman. Bu sun'iy intellektning degan joyi bor. Ya'ni sun'iy intellekt, aynan qaysi sun'iy intellekt? Bu oddiy chatbotlar yoki qandaydir LLM funksiyali mahsulotlarmi? Bizda faylda ham, ya'ni yaratilgan bizningcha maqolamizda ham bu narsalarning hammasini ko'rsatib o'tgan. Ijobiy ta'siri, ijodkorlik g'oyalari va generatsiyasi, qaror qabul qilish va bilim yukini kamaytirishga erishish, bularni hammasini berib o'tgan. Lekin aynan qaysi jihatlar, sun'iy intellektning qanday turlari bizga qanday ta'sir qilishini hali ko'rib chiqmadik. Aytaylik, oddiy chatbot, ya'ni bu savolga qanday qilishimiz mumkin? Menga chatbotlarning tafakkurga ta'siri bo'yicha ilmiy maqola yozib ber. U ham baribir umumiy savol bo'lib qoladi. Aynan qanday chatbotlar? Ular savol-javob uchun chatbotlar yoki oddiy suhbat uchun chatbotlar bo'lishi mumkin, yoki algoritmli, ma'lum bir algoritmga ega bo'lgan sun'iy intellektlar bor. Ular bizning tafakkurimizga qanday ta'sir qiladi? Bularni ham ko'rib chiqishimiz mumkin edi. Demak, tafakkur ta'siri. Aynan tafakkur degan tushuncha bu keng qamrovli tushuncha. Aynan tafakkurning qaysi qobiliyati, qanday ta'siri aytilmagan. Bu ham umumiy so'z bo'lib qolgan. Va ilmiy maqola, qanaqa ilmiy maqola? Ya'ni bu kim uchun, uning hajmi, qanday dalillarga asoslangan, bular ham ko'rsatib o'tilmagan. Biz umumiy savolga umumiy javob oldik. Bu yerda shuni aytib o'tishimiz kerakki, yetishmaydigan ayrim qismlar bor. Nega bu qismlar yetishmaydi? Hozir tushuntirib o'taman. Aynan bu maqolani kim yozyapti degan tushuncha, rol yo'q. Ya'ni u o'zi qandaydir rol o'ziga oldi. Balki u siyosiy tadqiqotchidir, balki u shifokordir, balki u boshqa yo'nalishdagi biror bir mutaxassis sifatida yozib bergandir. Demak, siz
yetishmaydigan qismlar bu rol, maqsad, kontekst, format, cheklovlar va natija. Mana bu narsalarni qo'yishimiz kerak. Ya'ni aytib o'tganimizdek, rol bizda qanday tanlandi? Ana bu narsani biz ko'rsatmaganmiz. Unga faqatgina oddiy savol berdik, u bizga javob yozib berdi. Hech qanaqa ortiqcha ma'lumot bermadi. Aytaylik, hozir shu savolning o'zini, shifokor sifatida bahola deb oddiygina qo'shimcha qilsak, bu yangi matn tayyorlab beradi. Biz birlamchi matnimizdan umuman o'zgacha maqola paydo bo'ladi. Ana, ko'rganingizdek biz rol berdik, keyin maqsad berishimiz mumkin. Nima uchun kerakligi? Buni aynan biz nimaga bu izlanishni qilyapmiz? Bizga mana shu maqsadimiz qanday edi? Bu ham zarur ma'lumotlardan biri. Undan keyingi kontekst, ya'ni kontekst bu bizning yiqqan ma'lumotlarimiz. Aytaylik, siz qaysidir mavzu bo'yicha ishlanish olib boryapsiz, sizda ma'lum bir ma'lumotlar bor. Ana ularni taqdim qilsangiz, u yanada aniqlashtiradi va o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yoki u yerdagi yetishmovchiliklarni yoki kuchli tomonlarini sizga ko'rsatib beradi va undan keyingi bosqichlarga o'tishingiz mumkin. Format masalasi strukturalanmagan, sun'iy intellekt o'zicha tasodifiy strukturaga ega bo'lgan, lekin biz hech qanaqa struktura bermadik. Bu nima uchun chiqarilyapti? Ya'ni maqola. Agar siz ilmiy maqolalar bilan shug'ullangan bo'lsangiz, har bir jurnal yoki har bir konferensiyada o'zining standarti bo'ladi. Ya'ni maqolaning yozilish standarti. Har bir cheklovlari qo'yiladi. Abzaslar qanday qo'yilishi kerak, so'z oraliqlari, mana bu narsalarni ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Umuman olganda, aytaylik, formatning asosiy standarti bu nimadan boshlanib, nimadan tugashi. Misol uchun aytaylik, formatda u xulosadan boshlab oxirida fikr bilan tugatmaydi. Mana bu narsalarni e'tiborga olishimiz kerak. Va bizda sun'iy intellekt bu narsani tartibli qilib bergan. Ya'ni annotatsiya, kirish, barchasini tartibli qilishga harakat qilgan. Lekin siz format bersangiz, ya'ni menga shu ketma-ketlikda taqdim qil desangiz, bu shuni amalga oshiradi. Keyingisi cheklovlar. Aytaylik, mana bu joyda bu narsaga e'tibor berma. Ya'ni sizning qidiruvingizni vokallashtirish, ya'ni qisqartirish yo'li aynan maqsadli tekshiruvga, maqsadli maqolaga yo'naltirish bo'ladi. Agar siz cheklov bermasangiz, u keng qamrovli izlanish qilishi mumkin. Va natijada hozir ko'rganimizdek, sun'iy intellekt o'zi bilgan holda o'zi rol tanladi, o'zi maqsad qo'ydi, kontekst o'zi tuzdi, formatni o'zi qo'ydi, cheklovlar qo'ydi yoki yo'q, uni bilmaymiz va natijada sizga tayyor bo'lgan maqolani taqdim etdi. Keling, hozir rol bergan edik unga. Mana ko'rib turganingizdek, albatta, maqolani klinik tibbiy nuqtai nazardan, ya'ni ilmiy dalillarning ishonchliligi, tibbiy neurologik iboralarning to'g'ri qo'llanishi va amaliy xavfsizlik nuqtai nazaridan baholab beraman. Ko'rib turganingizdek, har bir kuchli tomonlarni, qayerdan olinganliklari, dalillarga asoslangan yondashuv ekanligini, maqola taxminlar emas, balki real tekshirilishi mumkin bo'lgan tadqiqotlarga, mana o'sha ko'rib turibsiz, 25-yil bunday tadqiqotlar amalga oshirilgan ekan. Deskilning hodisasi to'g'ri keltirilgan. Mana aytaylik, mana bu mana bunday iboralarni men ham bilmayman. Ko'rib chiqishimiz mumkin. Shunday holat bo'ladiki, siz o'zingiz izlanayotgan mavzu bo'yicha qandaydir iboralarga, mana shunday iboralarga kelishingiz mumkin. Bularni
siz bilmasligingiz mumkin. Bir tomondan sun'iy intellekt mana shunday narsalarni chiqaradiki, siz ularni qayta izlanishga turtki bo'ladigan so'zlar sifatida inobatga oling. Har bir klinik nuqtai nazardan tuzatish, aniqlashtirish talab qiladigan joylar. O'zini yana bir sira isbotlaydigan joylarini ko'rsatib o'tgan. Ko'ryapsizmi? Rol berish ko'p narsani o'zgartiradi. Agar men boshida bu yerda ilmiy maqolani shifokor sifatida yozib bersam, shifokor sifatida yozib berar edi. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Keyingisi, demak, biz uchun tekshiruv savollari. Aytib o'tganimizdek, manba yo'q edi. Biz hech qanaqa manba bermadik, faqat ma'lumot berdik. Mavzu tayyorlab ber degan mazmunda berdik. Manba yo'q. Ya'ni sizda qandaydir manba bo'lsa, bu juda ma'qul. Internet ma'lumotlar yoki boshqa siz yig'ib yurgan ma'lumotlar barchasini bersangiz, bu manbani o'rganib chiqadi. O'shanga qarab keyingi bosqichlarni tanlaydi. Xuddi shunday raqamlar, bu yerda izlangan odamlar soni, ular, ya'ni bir tomon salbiy tomonni o'rganilgan yoki ijobiy tomonni o'rganilganlar farqi, haqiqatdan har bir salbiy tomonni o'rganilgan insonlardagi o'zgarish yoki ijobiy tomonda insonlardagi o'zgarishlarni haqiqatdan shu narsalar bo'ldimi, ya'ni tekshiruv guruhi bor edimi? Mana bu raqamlar kerak bo'ladi. Bu juda maqolaning saviyasini oshiruvchi ko'rsatkichlar. Aytib o'tganimizdek, biz oddiy savol berdik, oddiy maqola oldik desak ham bo'ladi, lekin bu oddiy insho. Bu yoqda hech qanaqa ma'lumot yo'q. To'g'ri, insho sifatida uni 5 ga baholashimiz mumkin, ya'ni yuqori sifatli insho, lekin maqola sifatida bu hech qanday ahamiyatsiz bo'lgan tekstlar to'plami. Demak, metodologik tekshiruvlar qanday o'rganilgan, bular qanday usul bilan tadqiqot qilingan, hammasi yo'q edi bizda. Ya'ni aynan shu savollarni biz sun'iy intellektning o'ziga berishimiz mumkin va u bizga kerakli javoblarni beradi. Undan keyingisi dalil tarozisi, ya'ni bunga sen qaysi tomondan qarading? Kuchli tomonlarini oldingmi sun'iy intellektni yoki odamlarning kuchli tomonini oldingmi? Mana bu narsalar mavhumligicha qolgan edi. Mana bular tekshiruvchi savollar. Ya'ni siz o'zingizning izlanayotgan mavzuyingizga bu savollarni berishingiz mumkin. Deylik, manba qani? Va bu yerda tezgina javob olasiz va keyingi, shuni ham aytib o'tishim kerakki, men hozir tezroq ko'rsatishga harakat qilyapman. Siz bu bilan uzoq shug'ullanishingiz mumkin. Har bir savol qo'shimcha qandaydir savolga olib keladi. Mana bu yerda albatta manbani bergan MIT tadqiqotlarining preprint ekanligi, 54 kishi, GPT-4 0 bilan cheklanganligi, MIT Media Lab'ning rasmiy loyiha sahifasida bu raqamlar va cheklovlar aniq ko'rsatilgan. Tadqiqotda 54 ishtirokchi ishtirok etgan, ulardan faqat 18 nafari 4-chi bosqichni yakunlagan. Qandaydir tekshiruv demak amalga oshirilgan. Shu sahifada tadqiqotchilarning o'zlari shikastlanishi, aqliy zaiflik kabi so'zlarni ishlatmaslikni so'rashgan. Bu natijalarni haddan tashqari dramatik talqin qilishdan saqlash kerakligini ko'rsatadi. Ya'ni u yerda ham qandaydir cheklovlar bo'lgan, qandaydir izlanishlar qilgan. Ko'rib turganingizdek, siz berilgan ma'lumotlarni o'rganib chiqishingiz mumkin va sizda keyingi savollar paydo bo'lishi mumkin. Mana bu savollar sizning mavzuyingizga yana ham aniqlik kirgizadi. Men qayerdan olaman yoki sizda bo'lsa bu narsalarni taqdim qilishingiz mumkin sun'iy intellektga. Endi bizda shunday holat borki, mana 4 ta savol aytdik. Xavf belgilari sifatida, ya'ni maqolani yuzaga chiqarishda nimalar yetishmaydi? Ya'ni manbasiz qandaydir tadqiqot ko'rsatilsa, bu
umuman maqola sifatida tan olinmaydi. Bu yerda ko'rsatilishi kerak, qaysi tadqiqot va kim tomonidan yozilgan. Haddan tashqari ishonchli til, ya'ni bu ishonchlilik darajasi shubhasiz degan so'zlar, aniq isbotlangan degan so'zlar ishlatishi mumkin. Sun'iy intellekt mana bunday holatlar maqola uchun juda ma'qul. Chunki aniqlik darajasini siz isbotlamaguningizcha bu narsani yoza olmaysiz. Shubhasiz, aniq isbotlangan degan so'zlar ishlatadi sun'iy intellekt. Qarama-qarshi dalillar sizda bor edimi? Yoki faqat bir tomon ko'rsatilgan, hozir aytgan ijobiy tomonini yozdimi, salbiy tomonini yozdimi? Siz uni aniq chegarasini qo'yishingiz kerak. Va barcha uchun foydali yoki zararli deb ko'rsatish mumkin. Bu o'ta umumiy xulosa sifatida baholanadi. Demak, biz nima oldik? Biz savol berdik. Savol chiroyli, lekin savolimiz berildi, javob chiroyli, lekin umumiy va yuzaki chiqdi. Ya'ni bu insho bo'ldi. Aytaylik, bu savol aniqmidi degan xulosaga keladi. Muammo bizdagi sun'iy intellektda emas edi. Biz bergan savol ma'lum bir noaniqliklar asosida qurilgan edi. Biz hozir ularni ko'rib chiqdik. Va nega unday bo'ldi? Siz unga yuzaki savol berdingiz. Xatolaringiz, savol qancha tor bo'lsa, javob shuncha aniq bo'ladi. Ya'ni siz umumiy savoldan qochib, aynan aniqlashtirilgan savolga urinishingiz kerak. Misol uchun, keng savol sifatida sun'iy intellekt yaxshimi yoki yomonmi? Bu keng savol. Tor aytamiz. Sun'iy intellekt qanday ta'sir qiladi? Bu tafakkur sifatida, tafakkurga urg'u berilib ketadigan. Yana ham toraytirsak, ya'ni sun'iy intellekt tafakkurga qaysi jihatga, qanday sharoitlarda berishimiz mumkin, ta'sir qiladi. Va bu bilan biz bir necha bosqichli amaliyot qilamiz va aniq savol yuzaga chiqadi. Ya'ni biz keng savol umumiy javob olamiz, tor savoldan aniq javob olishga harakat qilamiz. Hozir buni amaliyotini men ko'rsatib o'tishim biroz noto'g'ri bo'ladi, chunki men mana bu chatni umuman boshqa yangi chat otib xuddi shu savolni beradigan bo'lsam, mana bu yerdagi javobdan o'zgacha javob beradi sun'iy intellekt. Sababi har gal u o'zgacha o'ylashga urinadi, lekin siz savolingizni aniqlashtirsangiz, u shunga moslashadi. Ya'ni konkret savollar berishga harakat qilishimiz kerak. Hozir nega bu narsani ko'rsatmayman deyapman? Chunki har gal men bergan savolga yana qo'shimcha savol tug'iladi. Bu izlanish uchun juda yaxshi bo'lgan, o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan holat. Lekin hozir men asosiy g'oya sifatida sizga o'sha savoldan maqolagacha bo'lgan qismni qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Men bergan ma'lumotlarni biroz o'ylash kerak, ular bilan shug'ullanish kerak. Demak, bugun nima qildik? Bugun oddiy quruq savol berdik. Aynan nimaga yetishmadi? Bu umumiylik edi. Keyingi qismlarda biz buni toraytiramiz. Ya'ni biz oddiy savol, menga sun'iy intellektning inson tafakkuriga ta'siri bo'yicha ilmiy maqola yozib ber. Bu yerda rol yo'q, kontekst yo'q, format yo'q, cheklovlar yo'q. Keyingi qismlarda shu mavzuni yanada professional promptga aylantiramiz. Unga rol, kontekst, Aymar skeleti va halollik qoidalari. Keling, shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Lekin shuni sizga eslatib o'tishim kerakki, siz o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu narsani qilsangiz, keyingi bosqichlarda, ya'ni keyingi videolarimizda biz bilan aynan o'zingizni mavzuyingizni xuddi shunday rivojlantirishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingizni g'oyangizni sun'iy intellektga savol bering va o'zingiz uchun ma'qul bo'lgan mavzuni tanlang, bitta oddiy savol yozing va savolning javobini saqlab qo'ying. Va bu savolni haftaning oxirida siz bilan solishtirishga harakat qilamiz. Sizda bor qanday o'zgarishlar paydo bo'ldi, nimaga erishdingiz va boshlang'ich sizdagi oddiy savolga berilgan javob qay tarzda o'zgardi, shuni baholashga harakat qilasiz. Yana bir bor aytib o'tishim kerak.
Bu mening tuzilmam. Men bu tuzilmaga birdan kelganim yo'q. Bir necha yo'nalishda sinab ko'rdim, qayta qurdim, buzdim va yana yig'dim va o'zim uchun uning ishlashiga ishonch hosil qildim. Siz ham xuddi shunday o'z ish rejangiz, o'z tuzilmangizni bosqichma-bosqich takomillashtirishingiz kerak. Menda faqat bitta iltimos. G'oyangizni natijaga aylantirishga harakat qiling. Eng qizig'i shundaki, natija chiqmasa yoki xato yoki siz o'ylagan natijadan teskari holat bo'lsa ham, siz baribir bir tajriba egasi bo'lasiz. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmang, to'xtamang. Sun'iy intellektning menga yoqadigan tomonlaridan biri ham shu. G'oyani amalda sinab ko'rmasdan turib, uni nazariy tekshirib, ishingiz barqaror bo'ladimi yoki yo'qmi oldindan ko'ra olasiz. Bu esa eng qimmatli narsangiz, vaqtingizni tejaydi. Shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan Smart Medical AI Ustoz.uz loyihasi bo'ldi. Salomat bo'ling.